Assalomu alaykum hammaga. Hozir fermerskiy bozorga ketyapman. Bir narsalar bo'lsa kerak. Hozir ko'ramiz, nimalar bor ekan, nimalar yo'q ekan. Я думаю, narxlari normal bo'lsa kerak. Bir nima kattaligini ujus. Hozir ko'rsataman hammaga. Ko'ringlar. Agar qiziq bo'lsa. Короче, keldim fermerskiy bozorga. Ну, bu yerda, что интересно, как barxolka o'xshagan narsa ekan. Ano, hamma narsa sotyapti. Что интересно, и matraslar sotyapti, sumkalar, balobatlar, tugun, hamma narsa sotyapti. Hozir ko'rsataman. Sumkalar 10 eurodan bunaqa sumkalar. Lotereya emas. Pomidori, balobatlar sotyapti. Ustritsa oldim. Bismillah yeb ko'ramiz. Bismillah. Yeb ko'ramiz hozir. Bonjour, tu es toujours aussi malade ou ça va mieux quand même? Ça va mieux, mais en fait, salut. En fait, donc j'ai fait des tests et tout à la pharmacie, et elle m'a dit que c'est viral. C'est juste un virus, donc il faut attendre. Elle m'a donné des propolis et tout ça. Et par contre, 3 jours plus tard, j'ai chopé un truc au cou, c'est un kyste, c'est infecté, donc là j'ai des sous antibiotiques pendant 10 jours. Ah non, mais il m'a opéré tout de suite. Normal. Il m'a dit il faut percer, c'est une montagne. Mais oui, c'est passé. Elle m'a dit Normal, c'est cas. Elle m'a dit vous avez juste chopé un truc. Voilà, ouais, c'est comme ça. Mais c'est rare. Hein. Et là, on va pas. Normal. Ouais, ça va mieux. Yesa bo'lar ekan. Oldimizda qadimiy cherkov bor. O'sha yerga hozir borib ko'rmoqchiman. Qanaqa ekan. Ну, где-то 6-asrdami qurilgan cherkov bor. O'shanga borib ko'rmoqchiman. Qanaqa ekan? Chiroylikmikan, yo'qmi ekan? Moskvada, Rossiyaga borganimda, Piterda, Moskvada juda ham chiroyli edi cherkovlari. O'zi ham почти hammasiga kirib chiqqanmanmi deyman. Hozir endi bu yerda ko'raylik, katolikskiy serkov. Bilmadim. Только uyimdan tomi ko'rinib turardi, bu hozir endi umuman ko'rinmayapti. O ana qadimiy cherkov. Biz ko'ramiz. Cherkovni ham topdim, o'lgur. Va только orqa tomondan kelib qopman. Hozir endi yana obratna qaytib oldi tomonga borishim kerak. Ujus. Hozir boraylikcha, ko'raylik. Bu orqa tomondan ham chiroylikka o'xshayapti. Juda ham chiroyli. Men cherkovni ham topdim. No? Yopiq eshigi. Bilmadim endi. Yopiq eshigi menimcha o'tdi hozir. O'qishayotgandir. O'shani yopiq bo'lsa kerak. Hozir oldimdan narkoman chiqib qoldi. Narkoman. O'zi ham ujus. Galimiy narkoman. Qaltirab, anaqa qilib yuribdi. Oyoqlari yara. Ujus. Shularga tushunmayman-da narkomanlarga. Nafik kerak narkotik chekib. O'sha aroqni ichmaysanmi, pivangni ichmaysanmi? Yo'qsa boshqa narsa qilmaysanmi? Kim
narkotikdan ko'ra mana shu me'yor shular.